Yaxshi paschalar bilan chiqyapti jamoa. Uzatma kirsa bo'ladi va uzatma top darvoza to'g'rida. Va paslar bilan juda oson u yerda Boltaboyev ham aktiv, zo'r joyda turgan edi va oxirgi nuqtada Bilol oldingi nuqtaga chiqib ulgurdi. Mana bunisiga nima deysiz? Bir daqiqaning o'zida oyoqlar orasidan gol urib javob beryapti. Navbahor Jiyanov o'zining golini juda chiroyli tarzda nishonlamoqda. Yana Navbahor oldinga chiqib oldi. Shou davom etadi. Vodiy derbisida shunaqa shou bo'lishi kerak edi.